Bunisi balonlar qaranglar, dahshatligini og'ir. Endi qanaqa tezlikda yurgan, unaqa tez yurmagandir. Endi hozir buni tanishtirib o'tamiz. Shu 4-mashinasi ekan Mercedes. Ko'rishingiz mumkin. Nechinchi yil ishlab chiqarilgan, qanaqa hammasini ko'rib turishingiz mumkin. Bu endi bu mashina bilan tanishtirib o'taman bunisi bilan. Bunisini xullas bu mashinasi ham 3-yil. Hozir bittanosini ko'rsatib o'taman. Sizlarga dahshatli mashina. Qoyillik. Chunki mashinalar nechinchi yil qayda qanaqa ishlab chiqarilgan, qanaqa holatda ko'rishingiz mumkin bemalol. Pastgacha tushib, xullas bu nima deydi, muzey haqiqatan realni yoqdi bizaga. Sababi zo'r atmosfera mana. Ko'rishingiz mumkin. Biz shu Yevropani Germaniyada Yevropaga kelganmiz, Germaniyaga o'tganmiz. Xullas mana mashinalarni endi o'sha takoy avlodiga keldik. Xullas avtobus o'sha qadimiy Merslari ko'rishingiz mumkin. Bu Merslarni nechinchi mashinasi ekan? Mercedes bu 6-mashinasi ekan. 1939-yil ishlab chiqarilgan 6-mashinasi ekan bu. Tezligi 140 km/soat tezlik bo'lgan ekan. Buni qaranglar. 140 km/soat tezlik bo'lgan. Qani shu mashinalardan bo'lsa, eksklyuziv. Dahshat ekan. 140 km/soat tezlikda yurgan ekan. 6-mashinasi. Bunisini ko'ramiz hozir. Bu nechinchi mashina? Xullas, Mers avtobuslar, Mers qadimiy. Bu mashinasini ichlarini ko'raylikchi. Ichlari juda oddiy. Xullas bu mashina 6-mashina ekan bu. 1927-yil ishlab chiqarilgan ekan. Ko'rib turibsizlar, qanaqa emotsiyaga boy. Ko'rdinglarmi? Emotsiyaga boy mashinalar. Xullas tarixiy yillardagi mashinalar endi bizaga to'g'risi qiziq, qanaqa ishlab chiqarilgan, qanaqa mashina bo'lgan, o'zimiz mashina sohasida bo'lganimiz uchun juda qiziq. Orqa tarafda to'la Germaniyaning hayoti. Qani ketdik, qolganini ham ko'ramiz sizlar bilan birgalikda. Qani nima, yana qanaqa narsalar bor, qanaqa mashinalar bor. Düştük. Yana düşamiz. Xullas tepadan pastga qarab turibdilar mashinalar. Dahshat. Hamma shu Mers muzeyida aylanib yuribdi, tomosha qilib. Zo'r atmosfera. Endi qiziq. Mana qanaqa bo'lgan. Nechinchi yillar oldingi mashinalar. Ko'pchilikka qiziqda albatta.